Salon narxidan $1000 dan ham ko'p arzoniga Cherry Tiggo 2 Pro topib qo'ydik. Hech qancha kilometr yurmagan, hazillashib yurib qo'yadigan masofada 2025-yil 4000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan akalar. Yap-yangi mashina. Taxmin qilib turing, taxminingizdan ham arzon olsak, like bosib qo'yasiz. Salonda $16400 sotilyapti hozirgi kunda bu mashinalar. Biz egalari bilan talashib, tortishib 4000 kilometr yurib qo'yibdi deb havasot qilib $15100 ga narxini tushirib qo'ydik. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Kraskalari top-toza ekan akalar. Bilasizlar, bu ixcham crossover tipidagi mashina hisoblanadi. Rasxoti kam bo'lsin, Cherry oilasiga mansub bo'lsin degan uchun zo'r variant. Salon holatlarini ko'rdingiz, juda ham ideal. Bu mashinamizni egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, telefon qilib savdolashib olsangiz bo'ladi. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun, arzon narxdagi inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib, sizga qanaqa mashina yoqadi, kommentariyada qoldirib qo'ying. Akalar, bu mashinamiz 1 litrli turbo motor bilan jihozlangan bo'lib, 100 km masofaga 6-3 litr yoqilg'i sarf qiladi. Mashinamizni shu luklarigacha bor. Mashinamizning bagaj hajmi 420 litr.